Hammaga salom. Demak, bugun yana bir ish bor. Bu bo'lsa mana bu serverga DL160 va backup serverimizga mana bunaqa SVP plus sityovoy kartalar o'rnatamiz. Savol chiqadi. O'zini sityovoy kartasi bor-ku, haqiqatan mana Ethernet sityovoy karta bor. Ishlayapti, muammo yo'q. Lekin muammo shundaki, bizada TP-Linkda mana bunaqa SX316F sityovoy switch bor. Bu switch hamma porti SVP va hamma port to'g'ri SVP plus va tezligi 10 gigabit sekundli. Bu bizga ma'lumotlar almashishi tezligini 10 gigabitgacha ko'taradi. 1 gigabit bo'lsa mana yuqorida mikrotikimiz turibdi. Bu yerda faqat 1 gigabit maksimum bo'yicha uplinklarga SVP plus berilgan va 40 gigabitli QSP plus. Xullas, bular faqat serverga ishlaydi, qolganligi 1 gigabitda tarqatish kerak. Muammo shundaki, bizda bir emas, bu obyektda bir emas, bir nechta bo'limlari, alohida bo'limlari bor, binolari bor. O'sha binolarga, masalan, shu binoni o'zi ikkiga bo'lingan. O'ng va chap qanotga. Yaqinda yana bitta bino bitadi va yoniga kelib tushadi 10 gigabit. Tasavvur qilinglar, sizlarga ichki resursingiz katta, ichki lokal fayl adminingiz juda tez bo'lishi kerak. 1 gigabit tezlik bilan deyarli bitta binoni ta'minlash bu hozirgi kunga to'g'ri kelmaydi, ya'ni reallikka to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz imkon qadar hozirdan 10 gigabit tezligiga o'tishni boshladik. To'g'ri, korporativ segmentda bu narsalar уже allaqachon o'tib bo'lishgan, o'tdi bundan ham katta tezlik 25 gigabitli tezlik, 50 gigabit tezlikda ishlashadi. Biz yadroni, ya'ni tashkilotimizning eng boshlang'ich yadrosi, ya'ni hamma ma'lumotlar almashinuv nuqtasini 10 gigabitga ko'tardik va bu 10 gigabit har bitta binoga yetib borishi shart. Garantiyni 10 gigabit borishi shart. Ana undan keyin u 10 gigabit bo'linadi va shu o'z navbatida setda bo'ladigan nagruzkani bemalol ko'tara oladi. Shu sababli ham bugun serverlarimizga SVP plus sityovoy kartalar qo'yamiz. Demak, boshladik. Hop, HP Brilliant DL160 Gen 10. Hozir buni o'chiramiz va bunga birinchi shunga qo'yamiz. Bu bizda fayl admin sistemaga aylanyapti. Turniketlar sistemasi ham bor, Wi-Fi lan kontrolleri ham bor va endi fayl admin sistema ham qo'shilgandan keyin 10 gigabit sityovoy kartada joy ochmasak, ya'ni tezlik qo'shmasak, bu midi. Bu serverni tomosha qilamiz. O'zi to'g'ri aytaman, oldingi safar men ikkinchi serverni olib kelganimda sirasi sityovoy karta olganim, lekin xato qilgan ekanman. Bu FLR bilan o'rnatmoqchi edim, afsuski bu FLR emas, PCI bilan, ya'ni PCI sityovoy karta kerak ekan. Bo'ldi, mana bugun PCI sityovoy karta olib keldik. Bu bizda 562 SFP plus. Buni qo'yamiz. Bu yerda adashmasam 550 bo'lishi kerak. Hop. Har doimgidek sityovoy kartalarni server olgan joyimda, ya'ni sale serverdan oldim. Nafaqat serverlar, balki serverlarga zapchastlar ham ularda bor. Keyingi assortimentda bemalol borib sotib olsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p tashkilotlarga, klientlarga tavsiya qilganman. Sale serverni ishlashi yomon emas. Ya'ni zapchastlar olgan zapchastlarimiz hali muammo chiqarmadi. Qani, bismillahirrohmanirrohim deb o'rnatishni boshlaymiz. Serverlar bilan ishlash shunisi yaxshi. Hamma narsa tayyor, o'rnatilgan. Ya'ni o'rnatishda muammo bo'lmaydi. Qo'ydinglar. Shu bilan to'g'rilaymiz va tayyor. SFP plus. Hop, PCI kartamizni o'rnatib bo'ldik. Endi serverni joyiga qo'yib, yoqib tekshirib olish qoldi.